hurmatli trader do'stlarimiz. Ekranlaringda bugun ko'pchilik uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan foydali mavzuda lavha tayyorlashga qaror qildim. Sizlar bilan Suhrob, Rish Capital Trading kompaniyasi islohotchilaridan, asoschilaridan biri. Xo'p. Bugun men katta ishonchim bo'lmagan, lekin sinab ko'rib, trading sohasini o'rganayotganlar uchun foydali bo'ladigan prop kompaniyalar to'g'risida lavha qilmoqchi edim. Men shu paytgacha prop kompaniyasi bilan qiziqmaganman. Hamma qilgan ishlarim faqat realda bo'lgan, real hisobda, demo hisobda shu paytgacha hech narsa ko'rsatganim yo'q. Hattoki bir paytlar opsionlarda ishlab turgan paytimda ham demo hisobda hech narsa ko'rsatganim yo'q. Chunki demo hisob har doim bizni chalg'itadi. Prop kompaniyalar ma'lum bir summa evaziga kattaroq depozit taklif qiladi. Bu depozitlardan bittasi ko'rib turganlaringdek 6 minglik depozit. Buni hozir men sizlarga ko'rsataman qayerdan kelganini. Buning uchun buni nima uchun qilyapman? Buni sizlarga ko'rsatib o'taman. Qarshimizda foundednext.com prop kompaniyasi. Bu prop kompaniya tanishib chiqishlaring mumkin. Google'ga berganda bosh ofisi Dubayda ekanligi, 2022-yil tashkil topganligi, hozirgacha eng ishonchli dunyodagi 5 ta prop kompaniyalardan biri deb internetda tarqalgan xabar bo'yicha men sizlarga ma'lumot bermoqdaman. Lekin ichida aynan traderlarga hamma imkoniyat bormi? Eng qizig'i sizlarni o'sha berilgan summani daromadini beradimi, yo'qmi degan savollarga men aniq javob olish uchun mana bu Stellar birinchi qadam degan loyihasini men bu 6 minglik $65 sotib oldim va buni sotib olishdan maqsad hozir birinchisi o'zim uchun ham, shogirdlar uchun ham, o'quvchilar uchun ham bu oldin ishlaydimi yo'qmi va sizlar uchun ham bir qiziq ma'lumot bo'ladi. Sababi agar ishlasa yaxshi. Bu adashmayotgan bo'lsam 2 oyga yaqin vaqt mobaynida shuni ichidagi ma'lumotlarni, berilayotgan va'dalarni tekshirish jarayoni ketmoqda 2 oydan beri. Ko'ramiz, balki chiqarib beradi, balki chiqarib bermaydi, lekin bu biz uchun, traderlar uchun foundednext prop kompaniyasi haqida bir ajoyib xulosa berishga sabab bo'ladigan yoki asos bo'ladigan lavha bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, ekranlaringda step 4 ta loyihasi bor ekan, yo'nalishlar 4 ta. Birinchi yo'nalish bu biroz qimmatroq, ko'rsatib o'tishim mumkin. Shundan boshlaylik, kelinglar. 5000 uchun $195 to'lash kerak deyapti. Agar $300 yo'qotsalaring, umuman depozitni 6% ni yo'qotsalaring, bu degani depozitlaring kuyadi degani. Umuman mana $195 ham kuyadi. Depozit umuman mana bu hisob blokka tushib qoladi, boshqa ishlay olmaysizlar. Yana qayta faollashtirish uchun $195 to'lash kerak bo'ladi degani. Bu $5000 uchun. Endi $10,000 uchun yaqin $400, $20,000 uchun $780 to'lov qilishlaring kerak. O'sha 6% saqlanib qolingan bu yerda ham. Hisob o'zgargandan keyin o'shanga yarasha foizlardagi miqdor ham o'zgarib boradi, ko'rib turganlaringdek. Xo'p. Kunlik yo'qotishga X qo'ygan hammasiga. Kunlik yo'qotishga hech qanday chegara yo'q ekan, lekin agar bir kunning o'zida $300, ya'ni 6% mana depozitdan yo'qotsalaring, summadan pastga ham yozib qo'yibdi qausga. Bu 6% qancha bo'ladi, mana bu hisobda qancha bo'ladi, bu hisobda qancha bo'ladi, hammasi pastda bor yozilgan. Yo'qotsalaring, mana shu depozit o'zi kuydi degani, yo'qolib ketdi degani. Endi kunlik o'zlaringga bog'liq, qancha yo'qotasizlar, bu risk menejmentlaringga bog'liq bo'ladi. Max loss limit type deganim trailing ekan. Xo'p, buni unchalik ahamiyati yo'q. Men keyin tushuntirib o'taman bu narsa nima ekanligini.
Yangiliklar bilan ishlatish mumkin ekan. Dam olish kuni bor ekan, ya'ni shanba-yakshanba kuni manimcha ishlatish mumkin emas. 80%gacha daromadni berar ekan. Misol uchun deylik, $5000 dan $1000 daromad qildilaring, $6000 bo'ldi. $1000 daromad deb o'ylasak, 80% sizlarga berarkan deyapman, aniq beradi demayapman, shuni hisobga olinglar. Chunki bu sinov jarayonida ketayotgan bir lavha. 80%gacha berarkan. Berishini aniq bilmayman, chunki sinab ko'rmoqdamiz, chunki sizlar uchun buni natijasini chiqaramiz agar yana hozir ko'rsataman davomida, video davomida. Xo'p, xohlagan paytlaring summani olishlaring mumkin ekan. Misol uchun deylik, bir kunda $200 daromad qildilaring. Menga o'sha o'zimni 80%imni ber desalaring, mana 80%gacha, endi balki 70% berar, balki 80% berar. 80%imni ber desalaring, o'sha kunning o'zida chiqarishga qo'yishlaring mumkin ekan hammasida. Har doim ishlash kerak yoki har kun ishlash kerak degan qoida yo'q ekan. Xo'p, pullaringni qaytarib bermas ekan. Xullas, qanaqa mana bu pul, mana bu $195 ni qaytarib bermayman demoqchi. Chunki qaytarib beradigan variantlari ham bor. Men ko'rsataman hozir buni sizlarga. Qaytarib berish mumkin ekan. Mana trailingni ko'rishimiz kerak. Max stop lossni nimasini, trailing deganini. Katta ehtimol bilan mana bunday bo'ladi. Misol uchun deylik, sizlar $5000 oldilaring, $5000 ga $500 daromad qildilaring. Misol uchun, agar o'sha kuni chiqarishga qo'ymasalaring-ku, -6% qilib qo'ysalaring orqaga, balki undan keyingi kuni, ya'ni hisob-kitob $5500 ustidan hisoblansa kerak. Buni bir ko'rish kerak bo'ladi. Men bunga uncha qiziqqanim yo'q. Kecha ko'rdim buni. Inglizcha tarjimasi shunday. Hozir max stop loss hozir ko'ramiz. Xo'p, type is used. Trailing max loss degan ishlatar ekan, xili yoki turi. Maksimum yo'qotilishi mumkin bo'lgan summa trails ekan. Uncha yaxshi tushunmadim, buni ko'rish kerak tarjima qilib turib. Xo'p, agar tushunganlar bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. This approach protects capitalni while rewarding consistent growth as it rises. Max loss limit increases accordingly. It never moved down. Ha, demak xuddi shunday. Agar $5500 nima qilsalaring, daromad qilsalaring, ertasi kuni o'sha $5500 dan 6% minus qilib qo'ysalaring, bu depozit uxladi degan ma'noni bildiradi. Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, marhamat, kimdir yaxshiroq tushungan bo'lsa, yozib qo'yishlaring mumkin. Xo'p, bu birinchisi, ikkinchisida biroz ko'proq, shartlari ham boshqacharoq ekan, demak arzonroq. Uni ustiga ko'rib turganlaringdek $32, 59, 139, 229, 399, 718. Xullas, bularni, demak, birinchisida ko'rganlaringdek to'g'ridan-to'g'ri sizlar summani berib turib kerakli depozitni olishlaring mumkin edi. Hech qanday sinov muddatsiz yoki sinov bosqichsiz, lekin bu yerda hammasida sinov bosqichi bor ekan. Sinov bosqichi ham eng qizig'i 2 bosqichli ekan. Birinchi bosqichda sizlar 5000 ni 8% ga ko'tarishlaring kerak bo'ladi. Bu summa qancha bo'ladi? 5000 ni 8% $400 bo'ladimi? Da, $400 bo'ladi. Birinchi sizlar $400 qilishlaring kerak bo'ladi. 5000 ni 8%. Xo'p, to'g'ri hisoblagan bo'lsam, da, 1% $50, 8% $400. Bundan keyin ikkinchi bosqichga o'tasizlar. Bu degani $200. $200 qilishlaring kerak bo'ladi. U 50 shundagina sizlar mana bu 5000 ni haqiqatan ham ishlatib 95% gacha daromad olishlaring mumkin. Lekin ungacha buni haqiqatan ham shu daromadini 95% gacha olish uchun birinchi mana bu bosqichdan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni 5400 qilish kerak. 5400 dan keyin darhol bo'lmasa ham keyingi kuni sizlarga depozit yana 5000 qilib qaytariladi. Bu degani sizlar birinchi bosqichdan o'tdilaring. Endi mana 4% lik bosqichga keldilaring degani, yana plus ustiga 4% qilib berishlaring kerak. Ya'ni 5200 qilsalaringgina sizlar ishonchli trader hisoblanar ekansizlar. Dimoqda. Bu aniq, buni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Men tekshirib turganimni sizlarga aytaman. Qaysi birini tekshirib turibman hozir. Bu faqat sizlar uchun foydali ma'lumot bo'lishi uchun yozib bormoqdaman xolos.
Xo'p, keyingisi maksimum yo'qotish 8% ekan. 8%, 5000 dan 8% hozir aytganidek $400 bo'ladi va bir kunda agar $200 dan ko'proq, ya'ni 4% yo'qotsalaring, depozit uxladi degani. Mana pullaring ham uxladi degani. Rosti gap. Agar birinchi, ikkinchi bosqich oralig'ida mana shu bir kunning ichida $200 ketib qolsa, xayr, xayr. Xo'p, yangiliklarda savdo qilish mumkin. Profit 95% gacha profitsizlarga demoqchi. Misol uchun $500 deb nima qilsalaring, deylik, daromad qilsalaring 95% gacha sizlarga qaytarib beramiz pullaringni demoqchi. Shunda 100% $500 bo'ladigan bo'lsa, $450 95% bo'ladimi? Shunda $500 5%. 475 10%. Hop, 100% 5 bo'lsa 525 $475. $475 sizlarga $25 kompaniyaga qoladigan summa ekan. Aniq emas. Sinab ko'rish kerak buni. Minimum trading days degani kamida 5 kun savdo qilishlaring kerak. 2 kun savdo qilsalaring, mana bu daromadni hisoblab bermaymiz demoqchi. Shunga kamida 5 kun ishlashlaring kerak ekan. Xo'p, birinchi chiqarib berish, ya'ni daromad agar qilsalaring haqiqatdan, mana bu birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tsalaring, bu haqiqatan ham $500 ni olib turib, misol uchun deylik, $500 daromad qilsalaring, 95% daromadlaringni 21 kunda yechib berar ekan va 21 kunda yechgan, har 21 kunda sizlar daromad olar ekansizlar. Bu degani 3 haftada bir marta degani. Bu eng qizig'i 21 kun bu ish kunlari hisoblaydi. Katta ehtimol bilan bu yakshanba-yakshanbani chiqarib yuborib hisoblayapti buni. Buni qaraymiz yana. O'zlaring harakat qilinglar, yana harakat qilib sinab ko'ringlar buni. Xo'p, agar mabodo birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tsalaring, mana $32 to'lagan pullaring bormi? Mana turibdi mana. 59, 32, 139 ni pastga yozib qo'yibdi. Hammasi narxini, shuni qaytarib beramiz deyapti. Mana qaranglar. Agar yuqoridagi achieving a payout traders receive reward bonus equal to the initial registration fee. Xo'p, mana bu registratsiya puli, xullas, mana shu registratsiya puli agar birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tsalaring, pullaringni qaytarib beramiz deyapti, lekin aniq qaytarib beradimi yo'qmi bilmadim. Xo'p, bu ikkinchi tur edi, loyihasi. Bu birinchi tur edi, ikkinchi loyiha, uchinchi loyihasi. Stellar birinchi qadam deb atalar ekan. Men shunday tarjima qildim har holda. To'g'ri tarjimasini yozishlaring mumkin. Demak, bunda biroz qimmatroq, 6 minglik hisob, $65, $90 bo'ladi. Mana 15% ni qaytarar ekan. Misol deylik. Xo'p, demak bu bir bosqichli ekan, mana bu 10% qilishlaring kerak ekan. 6600 qilsalaring, keyingina sizlarga haqiqiy mana bu depozitni beradi demoqchi va 95% daromad beramiz deyapti. Faqat bunda eng kam 2 kun ishlashlaring kerak bo'ladi. Mana bu nima bosqichda? Sinov bosqichida 2 kun, eng kami 2 kun ishlashlaring kerak. Kamida 1 kun ishlasalaring va 1 kunda 10%, ya'ni mana bu 10% qilib qo'ysalaring, $6600 qilib qo'ysalaring hisob emas. Ertangi kuni ham ishlashlaring kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa o'sha 6600 ni minus qilmasdan $5 plus qilasizlarmi, $6 plus qilasizlarmi? Keyin kamida 2 kun ishlashlaring kerak ekan. Xo'p, birinchi chiqarib berish 5 kunda ekan, ya'ni o'tasizlar, hammasidan o'tasizlar, mana bu 10% ni qilasizlar, undan keyin 5 kunni hisoblaydi. Bu agar orada shanba-yakshanba bo'lsa agar bu 7 kunga cho'zilishi mumkin, katta ehtimol bilan shunaqa. Yana o'zlaring bir sinab ko'ringlar. Men sinab ko'rganimni sizlarga ko'rsataman hozir, nimani sinab ko'rganimni. Xo'p, bunda ham qaytaramiz deyapti. Bilmadim, qaytaradimi yo'qmi bilmayman. $65 qaytarib beramiz deyapti. 129 ni qaytarib beramiz. Qachonki mana bu 10% ni tugatib, o'tib, mana shu testdan o'tib, $65 mana bu narsani olishlaring mumkin deyapti va o'sha 6600 bo'lganda, o'sha $6600 ni shunda 10% bo'ladi, $600. 6000 ni 10% $600 bo'ladi. O'sha $600 ni 15% to'ppa-to'g'ri $90 bo'ladi. Mana shu 15% ni ham beramiz deyapti. $90 ni ham beramiz deyapti. Bergan pullaring $65 ni ham beramiz deyapti. Hammasida xuddi shunday. Misol uchun $15000 ni 10% $1,500 bo'ladi. $1,500 ni 15% bo'ladi $225 va hokazo. Xuddi shunday hammasi hisob-kitob qilingan. Buni keyingilarni hisob qilishlaring mumkin o'zlaring va bitta biroz minus tarafi
risk management juda ham qat'iy bo'lishi kerak. Sababi agar bir kunda ko'rib turganlaridek maximum daily loss degani bu bir kunlik eng ko'p yo'qotish summasi bu foizda hisoblanganda 3% ekan, dollarda hisoblanganda 180. 6000 ni 3% to'ppa-to'g'ri $180 bo'ladi. Agar $180 bir kunda uxlatib qo'ysalaring, nima yo'q? Depozit uxladi degani. Depozit hammasi uxladi degani. Esdan chiqarmaymiz shuni. Общий agar bir kunda deylik $150 minus qildilaring, 3% ga yetmaydi, gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi kun ishlashlaring mumkin. Agar o'sha 2-3 kunligini hisoblasalaring, agar общий $360 ni ursa minuslaring, afsuski depozit bilan xayrlashasizlar. Men faqat mana shu tushuntirib berdim, mana shu ustunni. Bu ustun ham xuddi shunday, faqat plan ko'p, depozit katta bo'lgani uchun hisob-kitob biroz o'zgaradi. Qolgan hammasi bir xil. Xo'p, keyingisi Stellar ikkinchi nima ekan? Bu biroz 15% gacha, 15%, 6000 ni 15% demoqchimi? Yo'q. Bu yerda ikkita bosqich bor ekan. Test bosqichi ikkita ekan, shuning uchun birinchisi 8%, ikkinchisi 5%, 13%. 6000 ni 13% ni qilib berasizlar. O'sha 13% qancha bo'lsa, o'shandan 15% ni, ya'ni $117 ni sizlarga beramiz, 117 ni deyapti. Bu yerda biroz riskka ko'proq berilgan ekan. Bir kunda $300, 5% bo'ladi, 6000 to'g'ri. Общий risklaring esa agar 10% yo'qotib qo'ysalaring, xayrlashasizlar. Pullaring ham uxladi $59, umuman depozit ham uxladi. Boshqatdan sotib olishlaring kerak bo'lar ekan. Xo'p, bitta eng kam ishlash kuni ham 5 kun ekan. Bitta birinchi pullaringni chiqarib berish ham adashmasam bunda ham menimcha shunday. Xo'p, Stellar Light, Stellar 2da ham 21 kun ekan. Oscut hammasi 21 kunda, bu degani 1 oyda degani. 1 oyda foydalaringni olishlaring mumkin degani, 1 oyda bir marta hisob-kitob qilinadi degani. $59 bergan mana bu registratsiya uchun pul sotib olgan pullaringni qaytarib beramiz demoqda. Endi men sizlarga o'zim o'tib turgan, hali 100% ishonchim komil emas buni ishlashiga, lekin ko'rsatish uchun tayyorlagan beraman. Hozir misol meni hisobimda $6055 turibdi. Eng qizig'i, men 6600likni o'tib bo'lganman. Men Stellar birinchi bosqich ko'rishlaring mumkin qaytib. Qarasalaring, men bitta 6600, ya'ni 10% qilingan. Bu 10% qilingandan keyin menga $90 va $65 to'lagan summamni qaytarib berish kerak bo'ladi. Va menga yana yangi hisob berilgan. Yangi hisobda ham o'sha $55 plus turibdi. Buni endi men bilmadim, beradimi yo'qmi men bilmayman. Men voz kechib bo'ldim bu pullardan. Bersa yaxshi, prop kompaniyaga yaxshi baho beramiz. Birinchi bahoni yaxshi beramiz, lekin bu degani keyingi katta hisoblarni sotib olganingizdan keyin ham xuddi shunday siz bilan munosabat qiladi degan garantiya emas. Buni eslaringdan chiqarmanglar. Bu har holda bular qanday ishlaydi, nima uchun ishlaydi, o'zlaring juda ham yaxshi bilasizlar. Bularning asosiy daromadi o'sha sizlar sotib olayotgan depozitlarni o'sha pulidan. $55 berasizlarmi, $65 berasizlarmi? Katta pul shundan deb bilaman hozircha. Aniq men propda ishlab turib yaxshigina foyda ko'rayotgan bolalarni shu paytga tanaganim yo'q. Bundan keyin ham tanimasam kerak. Ko'ramiz. Xullas, men bu yerga kirsam, meni ma'lumotlarim chiqadi. Men shu to'g'risida qaranglar, men 6000 ga yana $55 qo'shib qo'ydim. $55 qo'shib qo'ydim. Mana buni hisobim. Men ismim, familiyam mana bu yerda yozib qo'yibdi. Har 5 kunda sikl tugaydi. Trading sikli 5 kun. Ya'ni agar o'sha Stellar birinchi qadamni ko'rsalaring, har 5 kunda hisob-kitob qilamiz degan joyi bor. Mana shu joyini esdan chiqarmanglar. Eng qizig'i, bugun tugar ekan hisob-kitob kuni. Ertaga hisobni va pullaringni chiqarib beramiz 2-iyul kuni demoqda. Va mana bu yerda platforma emas, mana bu yerda mana bu yerda to'lov degan joyida $90 ni qo'yib qo'yishibdi. Men ko'rsataman sizlarga. Mana $90 ni qo'yib qo'yishibdi. Mana $90 ni qaytarib beramiz degandek. Hali u ertaga ko'ramiz, qaytarib beradimi yo'qmi, Xudo biladi buni. Kutish rejimida turibdi. Buni qachon beradi bilmayman. Bu ishonchli bo'ladimi bu prop kompaniyaga bilmayman. Bu summani chiqarib bergandan keyin ham ishonchli bo'ladimi, uni ham bilmayman. Sababi kattaroq summada har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Hech narsa qila olmaysizlar.
Afsuski. Shuning uchun qilayotgan ishlaringda umuman savdo sohasida nafaqat prop balki real hisobda bo'ladimi, o'zlaring mas'ulsizlar bu narsaga. Shuning uchun agar daromad bersa yomon emas, $90, $500, $600 daromad olib turib, o'zlaring uchun kundalik ehtiyojlaring uchun nimadir qilishlaring mumkin bo'ladi. Agar haqiqatda ishonchli bo'lsa. Chunki dunyodagi 5 ta eng ishonchli prop kompaniyalardan biri deb ro'yxatdan o'tgan ekan bu. Mana shu narsani sinov uchun sizlarga ko'rsatib bermoqdaman. Agar shu sinovdan o'tadigan bo'lsa, bu faqat birinchi marta xolos, bu kamida 5 marta, 6 marta, 10 martalab sinovdan o'tkazish kerak. Bu kompaniyalarning hammasi reklamani zo'r qilib bergan bo'lishi mumkin. Yaxshigina pul tiqdik, kimgadir pul tiqqan bo'lishi mumkin, ko'tarib beringlar deb. Ko'tarib bergandan keyin bizga mana bu dunyodagi 5 ta eng zo'r prop kompaniyani orasida deb ko'rsatib turgan bo'lishi mumkin. Bu narsani sinamasdan turib, hech bir jiddiyroq qaror qilmanglar, kattaroq depozit kiritmanglar. Har doim sizlarni ogohlantiradigan, foydali ma'lumot beradigan Rich Capital So'rob Meliboyev YouTube kanali. Sizlarga xuddi shunday ma'lumotlarni berishda davom etaman. Nasib etsa keyingi lavhalarni ham kuzatishda davom eting. Ko'ramiz, pulni chiqarib beradimi, yo'qmi bilmayman. Agar chiqarsa, chiqarmasa sizlarga alohida video lavha sifatida taqdim etaman. Salomat bo'linglar, depozit asranglar, daromad sizlarni tark etmasin.